Obunachilar bizdan kuzatishda davom etinglar. Boshladik. Muhabbatdan so'z olsangiz, onadan boshlang. Rahmat. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandni muhabbati yolg'on bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Xolajon, siz yaxshimi? Rahmat. Omonmisiz? Bugun xursandchilik kuningizmi? Rahmat. Adashmay keldikmi? Yo'q, rahmat, to'g'ri. To'g'ri keldik, ha? Rahmat. Salomat bo'ling. Kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat, rahmat. Bugun hamma tabriklarimiz sizni. Rahmat. Kim qoldi tabriklamagan, xolajon? Shu o'g'lim yubordimi deyman-a? Qayerdan bildingiz? Shuni ishingizda, shuni ishimiz kerak. Salomat bo'ling. Albatta bugun Xo'jayon tabrigi ushbu chiroyli xonadoningizga kelib, Rahmat. sizni bezovta qilib turishning asl maqsadi albatta bugun ushbu xonadonning sohibalari, Rahmat. farishta misoli, Sog' bo'linglar. to'ygo'y bo'lmish siz bo'lasiz. O'g'lingiz qoldi, ha? Qaysi birlari? Ikkalasi ham bo'lsa kerak-da. Ikkalasi ham. Salomat bo'ling. Telefon qilganmidlar? Tabriklashganmidi? Tabriklashuvdi. Lekin bizga aytishganmidi yo'q? Yo'q, aytishmagan edi. Yo'q, ha? Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, qani toping, qaysi bir o'g'lingizdan keldik. Tabriklash uchun. Nima yo'laysiz? Azamat o'g'limmi deyman? Yana? Asadbek ham bor. To'ppa-to'g'ri. Onalari ko'ngli sezib. Muborak bo'lsin. Nabira Rahmat. farzandlaringiz vaqtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu o'g'lingizni nomidan chiroyli. Rahmat. Xonim mening so'lib boryapman demang. Sizlar ham sog' bo'linglar, hamisha xalq xizmatida yuringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Va shu o'rinda kechagina akamiz telefon qildilar. O'zlari musofirchilikda yuribdilar ekan. Akamiz aytdilarki, ertangi kunda meni volidai muhtaramam, mehribonim, go'go'yim bo'lmish onajonimni xursandchilik kunlari. Rahmat, rahmat. Shu bois men o'zim borolmayman ekan, eng birinchi galda uzrimni yetkazib qo'yasiz. Rahmat. Onajonimdan uzr so'rayman, chunki xursandchilik kunlarda yonlarida bo'lolmaganim uchun. Shu uchun biz aka-ukalar nomidan bir borib onajonimni, dadajonimni xursand qilib kelsangiz boshim ko'kka yetadi deb rahmat, sog' bo'linglar. Muborak bo'lsin. Va aytdilarki, shu o'rinda ota-onam juda ham yaxshi ko'raman. Borlariga shukr qilaman. Men ham yaxshi ko'raman-da bolalarimni. Va shuni ota-onam borligidan faxrlanaman. Rahmat, ilohim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudoning o'zi asrasin musofir yurtda bolalarimizni. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Xursandmisiz? Rahmat, juda ham xursand qildilar. Aytayaptilarki, ota-onamni goh-gohida gaplariga kirmay qo'ygan joyim bor, erkalik qilib. Mayli. Chunki men kimga erkalanaman? Ota-onamga erkalanaman. Shu uchun ularni gaplariga ko'p kirmagan joyim bor. Shu uchun uzr so'rayman. Ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman. Ota-onani xafa bo'lishi yo'q. Hamma narsani kechiradi ota-ona. Ota-onamni roziligini olish uchun, ularning duolarini olish uchun, bundan buyon ota-onamni faqatgina xizmatlarida bo'lish uchun harakat qilamiz. Ilohim, rahmat. Faqat duo qilib biz farzandlarni boshimizga boshi qosh bo'lib tursalar, Xudo xolisa tilaklarimiz, niyatlarimiz juda ham ko'p. Rahmat, rahmat. Azamat, Asadbek, rahmat balajonim sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning umri sog' salomat bo'lsin. Ko'pga bersin, ko'p qatorga ballarga bersin, hamma umri sog' salomat bo'lsin. Ilohim, Xudoning o'zi asrasin. Siz tufayli dunyo kezib ko'rdim jahon. Qay maskanlar kezib bo'ldim unda mehmon. Parvardigor, joningizni qilsin omon. Rahmat. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Rahmat. Dadajonim, so'zingizni sog'indim. Mehr nur sochadi qalbingizda. Rahmat, rahmat. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Ming dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun rahmat. Yuzingizni sog'indim. Rahmat, sog' bo'lsin. Dadajonim, so'zingizni sog'indim deya so'z isboti bilan akamiz o'zlari ham ko'rsatdilar. Bu sog'inch so'zlari, tilaklari. Muborak bo'lsin. Xolajon, bugungi xursandchilik kuningiz yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bunday kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Rahmat. Ekrangizdan yuzlarga kirib, yuzlar bilan yuzlashib yuringizlar.